Alaykum. Uxlamaganlar bormi? Ey haloyiq chiqinglar. Men chiqdim. Kim bor? Uxlab yotibdi hamma deb o'ylayman-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar, omonmisizlar? Hey, turinglar, uxlamaysizlar, men endi chiqdim. Sizlar uxlashga kirib ketdilaringizmi? Sayyora yaxshimisiz? Alhamdulillah. Sayyora pardalar. Parda kerak bo'lsa, sayyora pardaga murojaat qilingizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Dilnoza, Soliham, Zarina, va alaykum assalom, rahmat. Urinov. Sanovar, Гули xonim, как шмун? Я хорошо, zo'r. Yo'q, uyg'oqmiz. Hamma Dildoraxon aytib, hamma, hey, landscape, manzara juda chiroyli, ha. Oqdaryoga o'xshaydimi? Bir marta primoy qilganimda qaysidir bir muxlisam aytganda, o'zimizni Oqdaryoga o'xshaydi-bu, seksiyaga kelganmisiz deganda-da. Sayyora Samarqandlik, Samarqandda alangalik salom. Samarqandni sog'inganman desangiz. Yusupov, va alaykum assalom. Namangandan salom, Abidova. Namangan. Dilika, как дела? Красавица наша. Sabohat, rahmat. Muhabbat. Muhab Yo'ldasheva. Rahmat, tashakkur hammalaringizga. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lingizlar. Meni baxtimga. Uydagilaringiz baxtiga sog' bo'lingizlar. Sovuq, yomg'ir yog'yapti. Men yomg'irni tagida turib sizlar bilan primoy efir qilyapman, ko'rasizlarmi? Shunaqangi sadoqatli, mendek sadoqatni qaydan topasizlar? Hech qayerda yo'q mendagi sadoqat. Zafar, qandaysiz? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Mashallah, Nazira, mashallah. Mana qushlarim bor, mana bilasizlar-a? O'rdaklarim bor. Zontik shavammi man shumon badilka. Keling, meni zontikim bo'ling. Meni bunday zontik qilib yurasiz. Zontik ishlab yurasiz menga. Zontikimni, ey. Nima deydi? Esimdan chiqqanimdan keyin yomg'ir yog'di-da, kutilmaganda. Shunaqa. Qaysi davlatdasiz? Buyuk Britaniyadaman. Havo toza, manzara. Bu joylar bilasizlarmi? Katta trassadan ichkarida pastlikka bunday kirib keladi. Xuddi nima? Shveysariya chiroyli tog'lar joyli bor-ku, ana shunga o'xshaydi. Tog'li joylari bor. Hamma nima dilga har doim tayyor. Bilasizlarmi, hozir zozik ishlashga kim keladi desam, millionta odam chiqadi. Azliyevna, Naz, rahmat, klass. Rahmat. Issiq kofe ichib sayr qiladigan havo bo'pti. Aytmang. Zo'r. Shu desalaringiz, menga shunaqa savollar ko'p tushadi, lekin meni ishim juda ham ko'p-da. Nima deydi? Xayrli ishlar qilib yuraman. Men endi bloger emasman. Agar lekin men borku bloger bo'lganimda, bilasizlarmi, men avoyim hozir shu bir 3-4 millionta podpischikim bo'lardi. Lekin menimcha blogerlikka qiziqmayman. Menga nima emas, qiziqmas. Shunaqa desalaringiz. Mazza. Samarqandi, va alaykum salom. Shunaqa, bizda kechasi, hozir kunduz bizdan. Bizda ham soat 6:30 bo'ldi. Sitora, assalomu alaykum. Tahajjud challenge-ni qilib. Ha, tahajjudga turingizlar. Men challenge-ni yana qo'ydim-ku, men turaman. Men har kuni turyapman, alhamdulillah. Sizlarni ham duo qilyapman. Ismlaringizni yozgansizlar. Nimaga, kommentariyaga hammalaringizni duo qilyapman tahajjud namoziga. Fazliyevni, ha, blogersha. Bloger yo'q, bloger bo'lmaydi menga. Yomg'ir baraka, alhamdulillah. Men ham shunaqa blogerlik
yoqadi. Yo'q, blogerlik menga mos emas. Hamma o'zini nima deydi, ko'rpasiga qarab oyog'ini uzatsa yaxshi deydi-ku. Menga yarashmaydi desam ham bo'ladi. Shu yaxshilik qilib xalq xizmatiga yurgan insonman, shuning uchun shu ish menga yarashadi, to'g'risi. Sizlar bilan unaqa yozishib turib, nima deydi? Desalaringiz, haj Arafat kelyapti. Dushanba, seshanba kunidan boshlab ibodatlaringizni kuchaytiringizlar. Oxirgi 10 kun. Nima niyatlaringiz bo'lsa Allohdan so'rab qolingizlar. Xo'p, landscape deyaptilar. 6 yildan buyon kuzataman. 2 ta kurslaringizda o'qidim, mashallah, lekin kim bilmayman. O'qidim. Menga fikrlaringiz, dunyoqarashingiz yoqadi. Hurmat qilaman. Rahmat. Xo'p, hamma vaqt shunaqa chaqchaq bo'lib yuring. Xo'p, men o'zi chaqchaqman. Ba'zida talabalarim deydiki, ustoz deydi, siz deydi Instagramga shunday jiddiy ko'rinasiz deydi. Endi dars vaqtida hazillashib turaman-da ularni kuldirib. Keyin men deymanki, "Xo'p, men ham endi insonman, men ham hazilni bilaman, kulishni bilaman, men ham jiddiy insonman, to'g'ri, lekin odamzod bir umr jiddiyman deb o'tishi kerak emas-ku. Hayot o'zi qisqa. O'zi dunyo nima urushi nima bo'lib yotibdi. Vaqtida kulish kerak, vaqtida yig'lash kerak, vaqtida mazza qilish kerak, to'g'rimi? Hayot shunaqa. Nima deydi? Past baland hayot. Eng asosiysi yaxshi inson bo'lib o'taylik bu dunyodan. Xo'p. Assalomu alaykum. Siz bilan hayotda ko'rishib, suhbatlashish keladi. Dunyoqarashingiz yoqadi. Rahmat. Inshaalloh Leyla. Inshaalloh ko'rishamiz. Nargiza tahajjud nechida turgan afzal? 1 soat oldin. 1 soat oldin turib tahajjudni o'qisalaringiz afzalroq. Nima, bomdoddan 1 soat oldin. Xo'p, bitta narsani men aytib o'tmoqchiman. Uzoq turmay o'zim bizlarmi nima deydi? O'zi nima yomg'irni tagiga qolib ketib keyin mazam bo'lmasdan qolmasin. Havo o'zi sovuq. Va alaykum salom xorazmliklarga. Ohayo. Nimani fikrimni so'rayapsizlar? Nima bo'yicha? Mana hozir O'zbekistonda uyda mana katastrlar chiqyapti, to'g'rimi? Endi meni eshitingizlar. Katastrlar chiqyapti. Mana uyingiz proyektini katastrga topshirishingiz kerak. Даже mana shu tualetlarigacha deb aytayapti. Bunga men qarshi emasman. Bu yaxshi narsa. Mana Buyuk Britaniyada uylar hammasi uy sotib olganingizda, masalan, men sizlarga aytaman, men hovli sotib olganimda, hovlimni qurilishini oldidan proyektini menga ko'rsatishdi. Men uni ko'rdim. Proyektini ko'rganimdan keyin menga yoqdi. Tuzilishi hammasini oldindan ko'rsatdi. Keyin bu o'sha proyektni uy qurganlar katastrga topshiradi, ya'ni davlatga topshiradi. Davlat nimani katastrni beradi sizga. Mana siz ismingizga bo'ladi-da, uy meni nomimga menga katastr keldi. Endi o'sha katastr uyni kattaligiga qarab sizga nalog qo'yishadi, nalog. Agar uyingiz mana bu ikkita uy bilan yonma-yon qo'shilgan bo'lsa agar, unda sizga salgina kamroq nima nalog keladi. Agar uyingiz alohida hammadan ajralib turgan bo'lsa, unda nalogi katta keladi. Nimasiga bog'liq keyin katta kichikligiga. Endi men hozir uyimni yana kattalashtirmoqchi bo'lsam agar, yana katastrga topshirishim kerak. Ya'ni o'sha yangi proyekt bilan yana katastrga topshirishim kerak. U katastrga kirgizishi kerak. Ya'ni katastrga topshirmasdan oldin men buni o'sha konsul degan narsa bor. Davlatdan ruxsat olaman. Ular ko'rib chiqishadi. Sabablari nima, qanaqa, hammasini men chiroyli qilib arxitektor bilan maslahatlashib, o'sha konsulga nima topshiraman. Konsul esa uni qarab chiqadi, ha, tasdiqladik deydi. Keyin o'shandan keyin katastr o'zgaradi. Masalan, uyingizni sotayotgan vaqtida Buyuk Britaniyada uyingizni inspektor kelib tekshiradi. Katastrlaringizgacha, katastr chunki onlayn bo'ladi, hozir onlayn bo'lgan katastrlar. Ya'ni ko'p odamlar olamdan o'tib katastrini qayergadir qo'yadi, keyin uydagilar sarson bo'ladi, shuning uchun hammasi onlayn bo'lgan.
Endi katastrlarni masalan katastrda uyda ko'rsatishligi kerak. Mana masalan ya'ni bitta yangi uy soldim yo tualet soldimmi yo uch etajli qildimmi, mana shu hamma narsasi inspektor qarab chiqadi. Uy sotib olayotgan inson bilishi kerak bu narsalarni. Keyin mana O'zbekistonda ham shu narsa kirgizibdi. Men xursandman, xursand bo'linglar, bu yaxshi narsa. Chunki muammolar kamayib ketadi, chet elnikiga o'xshab ketyapti. Tushunaman, ba'zilaringizga yoqmasligi mumkin bu narsa. Keyin yana bitta narsa, mana bu radarlar qo'yish. O'zbekistonda radarlar qo'yish ko'chalardan, trassalardan, peshixotlardan ko'plar aytadiki, yashashga qo'yinglar deb nima? Endi kommentariy yozilyapti-da. Lekin bunday olib qarasalaringiz, Germaniyada, to'g'rimi? Masalan, Germaniyada juda ham nemislar umuman boshqacha insonlar. Masalan, inglizlar, anglichanlar yo boshqa Yevropa davlatlarini olsak, hamma joyda radar qo'yilgan va odam o'lish soni kamroq chem O'zbekistonga nisbatan. Meni o'zim reanimatsiyada ishlaganman O'zbekistonda, Samarqandda reanimatsiyada ishlardim. Har kuni kechasi mana shu avariya bilan olib kelishardi. Nimadan? Chunki o'sha vaqtlari radar yo'q edi, ichgan, odam urgan, ana shunaqa bolachalar kelardi. Ya'ni o'sha peshixotda masalan 20 ta nima qo'ysin, kamera qo'ysin. Ko'chalarda ham qo'yish kerak. Hamma joyga agar kamera qo'yib tashlasa, xuddi mana hozir Buyuk Britaniyada meni o'zim ham mashina haydayman. Kamerani nimasi yaxshi? Agar avariya bo'lib qolsa, o'sha yerda tekshirishadi. Kim aybdor, kim aybdor emas, da masalan. Bu ham, ya'ni masalan, endi boyvachchalar bor, ularga farqi yo'q, lekin o'sha boyvachchalar ham qachongacha shtraf to'laydi. Bir kun kelib joniga tegadi-yu ularni ham, to'g'rimi? Ya'ni bu disiplin deyiladi. Disiplin, odam qadri degan narsa bor. Hammalarimizni jiyanlarimiz bor, to'g'rimi? Oila a'zolarimiz bor. Ko'chadan o'tayotganda o'ylaymiz, peshixotdan o'tayotganda 100 marotaba masalan meni o'zim Toshkentga, Samarqandga borsam agar peshixotdan o'tayotganimda, bilasizmi, qo'rqib o'tiraman. Ba'zida o'tmayman, boraman, uzoqda svetofor bo'lsa, shu svetoforda o'tamanki, birontasi kelib meni urib ketmasin deb. Chunki ishonch yo'q. Hamma uchun qonun bir bo'lishi kerak, hamma uchun. Hamma u kambag'almi, boymi, u boyvachchami, kim bo'lishidan qat'iy nazar hamma uchun qonun bir bo'lishi kerak. Qonunga hamma rioya qilsa agar, bilasizmi, ko'p narsa o'zgaradi. Shuning uchun g'alaba qilmaysizlar. Keyin 3-masala, shuni ham yozishgan, masalan, kommentariyalarda kimdir endi u avvallari juda ham ko'p edi, hozir juda ham ancha kam bo'libdi. Mana kommentariya kimdir post qo'ysa agar, tagiga masalan, men endi ayta olmayman hammasi erkaklar deb. Ba'zi erkaklarimiz bor, yomon shaxsiyatiga tegib, bilasizmi, yomon nimalar yozishadi, kommentariylar yozishadi, yoki bo'lmasa ba'zi ayollarimiz ham shunaqa. Ehtiyot bo'linglar, chunki mumkin sizlar, endi men sizlarni aytmayapman, baribir buni ko'rishadi, men primoyimni. Kimdir kommentariya yozsa agar, men o'zim ichki ishlar bilan uchrashganimda konferensiya o'tkazgandim, keyin shaxsiy masalalar bo'yicha uchrashganimda, o'shanda ichki ishlarni nimalari aytganlarki, agar kimdir shunaqa qilsa, yomon kommentariya yozsa, birovning shaxsiyatiga, nafsoniyatiga tegsa, erkakmi, ayol, biz topa olamiz, hozir muammo yo'q dedi. Hozir shunaqa muammo yo'q. Shuning uchun ba'zida men ham nimaga yozamanki, negativ, yomon kommentariya yozmaysizlar deb. Chunki bu bor narsa. Qancha masalan erkaklarimiz nimaga o'tirib chiqdi, shtraf qildi. Salgina tiyishni bilish kerak. Tiyish degan narsa bor. Hurmat qilishni, ayollarni hurmat qilishni, birovni fikrini hurmat qilishni, birovni dunyo qarashini hurmat qilishni bilish kerak. Mumkin siz meni dunyo qarashim yo meni fikrimga qo'shilmassiz. Men ham birovni fikriga qo'shilmayman ba'zida. Lekin bu aytgan emas, men negativ yozib, u bilan qarshi chiqib urishim
noto'g'ri narsa. Chunki har bir inson o'zini fikrini bildirishga huquqiga ega. Endi uni ham lekin o'zini me'yori bor. Men endi og'zim bor deb hamma narsani insonni shaxsiyatiga tegmaysizlar. Ertaga keyin qamalasizlar. Yangi qonunlar yangi bo'lyapti. Masalan, yaxshi tomonda o'zgaryapti bu narsalar. Nima deydi? Chaqirib, urishib, shtraf qilib qamatyapti. Endi bu yaxshi emas, lekin shuni oldini olish kerak. Shunaqa. Buxoroga boraman nasib bo'lsa inshaalloh, Xudo xohlasa. Xo'p, bu yoqqa aytayaptilar. Assalomu alaykum. Londonga borish armonim, sizga havas qilaman. Kelingizlar, hammalaringiz kelib. Hello from Nukus. Hello Nukusga borgan edim. Bilasizmi? Nukusga borganimda bitta narsani aytaman sizlarga. Nukusga borganimda endi davlat tomonidan borgan edim. Shu mehmonga borganimda ular aytganlarki, mehmon choy quyadi deganlar. Ishonasizlarmi? Ki ularda boru oling yeng degan narsa yo'q ekan. Oling yeng, oling majburlash yo'q ekan. Shunisi menga yoqdi, chunki Buyuk Britaniyada ham shunaqa. Marhum Lord Sheyx janoblari O'zbekistonga borganlarida shu hamma bizni qarindosh oling deyaverardi-da. Keyin endi mehmonga chaqirishardi-yu, mehmonga chaqirganda hamma oling deb majburlab shu uyalmasinlar, olsinlar. Voy, keyin ular aytganlarki, iltimos, men yemoqchi bo'lsam o'zim olib yeyman, meni majburlamanglar. Men boshqa madaniyatdan kelganman, menga yoqmaydi, ya'ni bunaqa majburlash. Endi ular bizni madaniyatni uncha bilmaslar-ku. Keyin o'sha vaqt tushuntirib bergandim, yo bu bizni madaniyatga shunaqa, ya'ni oling deyishadi. Gireton, xoriton tojikchasiga. Nimada ham Xorazmda ham shunaqa ekan. Xorazmda ham oling yeng deyish yo'q ekan. Boshqa nimalarda bor ekan, ha? Mavluda, assalomu alaykum, Turkiyadan salom. Ustoz, va alaykum salom. Sizga oling yeng. Shu sizlar hamma shuning uchun bizga oling yeng, hamma shuning uchun hamma semizda nima deydi, kachoklar ko'p do'stlarda, shu oling yeng deb. Mana Xorazmda yo'q, oling demaydilar. Oling demaydi. Sizni Qo'qondan kuzataman. Mashallah. Oling demaydi. Ko'ryapsizlarmi? Nukusda oling demaydi. Britaniyada ham shu oling demaydi. Bir marta o'rtog'im bilan o'shunga boruvdik. Ingliz edi-da. Eshitdingizlar. Keyin ikkalamiz zakaz qildik-da, keyin u o'zinikini yeb qo'ydi, ovqatini. Keyin ovqat shunaqa shirin edi, men asasa yeyapman-da. Endi u ziyofat beryapti-da. Keyin unaqa oling yeng yo'q, nima deydi? O'zingnikini yemaysanmi? Ovqatingni yemasang ber, men yeyman deyapti-da. Men asosda yo'q, yeyman deyapman-da. Shunaqa har bitta davlatning o'zini shunaqa qiziq madaniyati bor-da. Endi bizlarniki noodatiy, bilasizmi? Bitta turist boribdi. O'sha turist bir oy yuribdi O'zbekistonga. Mazza qilibdi. Aytayaptiki, 20 ta davlatga bo'ldim. 20 ta davlatning ichida eng men yaxshi ko'rgan birinchi davlatim bu O'zbekiston deyapti. Shunaqa mazza qilgan, chunki mehmondo'st xalq bizada. Oling deganda unga, shuning uchun mazza qilgan u. Baxmaldan kuzataman. Nima uchun shu baxmal deydi? Sizlarda nima baxmal ishlab chiqarasizlarmi? Bu yerda aytayaptilarki, Odina, men sizni baxmaldan kuzatyapman. Sizni juda hurmat qilaman. Rahmat, hurmat qilganingiz uchun. Xo'p, shu baxmaldan nima baxmal ishlab chiqarasizlarmi? Baxmal deydi yoki uni shunaqa baxmal tog'lari bormi? Baxmalga o'xshagan. Nima uchun shunaqa? Oling. Yaxshi. Yo'q, men oling demayman. Bitta narsa men ham shunaqa o'rganganman. Ba'zidan mehmon kelsaga men oling demayman, bilasizlarmi shu? Bu yerga. Nimada ham nima deydi? Uyimga ham bir kuni mehmon keldi, Toshkentda uyimga. Ajoyib mehmonlar kelishdi. Hozir meni kuzatyapti o'sha mehmonlar. 5 kishi keldi. Men unaqa nima deydi?
xuddi nimaga o'xshab, nima deydi, dasturxon qil, pista bodomlar qo'y, bunaqa narsa yo'qda menga. Men shu shokolad qo'yaman, shokolad. Har doim o'zim bilan shokolad olib yuraman. Qimmat choylardan, qimmat shokoladlardan, qimmat biskitlardan, shokolad nimadan ajoyib Britaniyadan olib borib qo'yaman-da, Toshkentdagi uyimga. Mehmon kelsa agar faqat ana shu narsalarni qo'yaman. Zo'r choy damlayman. Nima pechenyelarni qo'yaman, o'sha olib kelgan shokoladlarimni, antiqa u yerda yo'q narsalarni qo'yaman. Lekin unaqa ovqat pishirish, sho'rvachalar qilish, unaqa narsa menga yo'q. Menga qilib berishsa men yey, mazza qilay, keyin men ta'riflay, shunisi. Men ham ovqatni zo'r pishiraman, lekin ba'zida yoqmaydi to'g'risi. Bizga shunaqa bitta kafe, все, mehmonga chiq bilan. Bek Murodov, va alaykum assalom. Alhamdulillah. Bizga shunaqa sovuq, bilasizmi? Qo'llarim sovib ketdi. Bajir. Tashakkur. Voy, qo'lim sovib ketdi. Shunaqa sizlarga men hayronman, sizlarga nima, men bir post qo'yaman, sizlar bir postimga bunday nima bermaysizlar, bunday nima deydi, bir motivatsiya bermaysizlar. Men o'lib sizlar uchun post qo'yaman, o'lib sizlar uchun shu nimalar, kontentlar yarataman. U haftada 2 martami o'zimchada. Birontalaringiz men redka ko'raman, yozasizlar, o'tib ketasizlar. Bir qiziqarli savollar qo'yaman. Biznikini ham bunday nima deydi, hurmat qilingizlar, iltimos, insonlar. Ana u nima deydi, kulgi ustalarini faqat bosib deb komment qo'ymang, yoki Shohimardon kirmabdi, ana Shohimardon bor edi. Shohimardon degan qo'shiq bor-ku, ana unaqa. Ba'zida men o'ylayman-da, shunaqa hayot o'zgaribdi, bilasizlarmi? Hayot o'zgaribdi, insonlar aytmayman hamma insonlar deb. Qiyomat qoyim yaqinlashyapti, bilinyapti o'zi. Hamma bachkana narsaga insonlar kirib tomosha qilib ko'radigan bo'lgan. Bachkana narsa. Men o'zim kirmayman, agar men unaqa narsaga vaqtim ham yo'q. Ba'zida oldimdan chiqib qoladi, qarasam agar, bilasizlarmi, 3000, 4000 ta kommentariya. Masalan, ba'zi bir ayollar chiqib endi nima blogerlik qiladi, og'zi yomon, har xil gaplarni gapiradi. Ana shunga ko'p ayollar kirib olgan, erkaklar ham bor. Shunga men hayron qolaman. Hayot nahotki shunaqa aylanib, shunaqa narsaga odam berilib ketib, vaqtini o'sha narsaga o'tkazsa, shuncha o'qiydigan narsalar bor. Shuncha nima qiladigan narsalar bor-da, o'rganadigan narsalar bor. Farzandlarimiz bor, uni tarbiyasiga qarasak, ibodat bilan shug'ullansak, yaxshilik qilsak, xayriya qilsak, masalan, kimdir xayriya qilayotgan bo'lsa, shu qo'llaringizda 10 ming bo'lsa, o'sha 10 mingni ham beringizlar, ertaga o'sha 10 ming 100 ming bo'lib qaytadi sizlarga. Hay, nasib bo'lsa, Xudo xohlasa insof bersin hammaga. Shunaqa. Xo'p. Edelveys doim yozadi, men bilaman. Uni ko'raman. Meni ashaddiy muxlislarim bor, men bilaman. Короче, desalaringiz bilasizlarmi? Ana bitta VIP nima yozishmalarimiz bor edi. Kanalim bor edi. O'shani o'chirib tashladim. 2000 ta odam qo'shilib olgan, 2000 tadan 200 ta odam nima ko'radi. Hamma o'zicha kirib olgan, keyin men Sabinaga yozadi. Sabinaga yozar ekanki, hozir menga nimadir yozdingiz deykan. U o'zi ulanib qolgan, kanalimga ulanib qolgan. Men kanalga nimadir yozsam, uni men yozdi deb o'ylaykanda, men deb Sabinaga yozar ekanda. Xo'p, bizda soat necha bo'ldi sizlarga? Bizga soat 7 bo'lyapti. Men ketishim kerak. Men shu primoyimni qo'yaymi, olib qo'yaymi? Nimamda tursinmi? Shu endi odamlar bilasizlarmi, yarim soatlik hozir videolarni ko'rishmaydi. Ularning joniga teggan, hamma rilga o'ylanib qolgan. Ju qilib o'tkazib ril ko'rishadi. Hamma rilsga o'tib qolgan. Ma'noli videolarni ko'rmaydi. Hozir birovga bir maslahat bersangiz, motivatsiya bersangiz, o'shada deydi, o'tib ketaveradi. YouTube yaxshi, YouTube.
Shuning uchun nima deydi, endi men muxlislarim meni kutib o'tirgan muxlislarim uchun nima jonli efir qilaman. O'zim ham vaqtim yo'q. Bir ko'rinib turay deyman. Bir taniqli nimani bilasizlar-a? Bitta kino esimdan chiqdi. Shu kinoni aytayotgan edim. Esimdan chiqdi, короче. Esimga kelsa aytaman. No, короче, psixologiya tomonidan aytaman. Agar inson bilasizlar-a, mana sahnaga har kuni teatrga chiqaversa agar odamlarning joniga tegib ketadi. Bilasizlar, u keyin o'sha borib teatrga o'sha nimani bitta o'yinni ko'rishni xohlamaydi, joniga tegadi. Shuning uchun ba'zilar har kuni chiqadi, masalan, Instagramga, to'g'rimi? Ko'rgisi kelmaydi ba'zilarni. Yoki bo'lmasa deyalik, bir xonanda har kuni chiqaversa odamni joniga tegadi-da. Shuning uchun bir taniqli inson shunaqa aytgan ekan. Agar men har kuni sahnaga chiqaversam agar odamlarni joniga tegaman degan ekan. Shuning uchun haftada bir bor yo bir oyda bir bor chiqsam agar odamlar meni sog'inadi, meni qadrimni bilishadi degan. Shuning uchun bu psixologiya shunaqa. Agar kim bilandir har kuni gaplashaversangiz, yozishaversangiz joniga tegib qolasiz. Bilasizmi? O'sha eng qalin o'rtog'ingiz bo'lsa ham har kuni yozishib u hayajon yoki bo'lmasa o'sha qandaydir bir o'rtalaridagi nimalar yo'qolib qoladi-da, keyin qiziqish yo'qoladi. Boshqa inson hayotiga kelsa unga erishib ketadi. Chunki u qiziqarli bo'ladi-da. Bu inson psixologiyasi shunaqa. Bu juda ham to'g'ri narsa. Men o'zim ham sinagan boshqalarga. Shuning uchun me'yorida nima deydi, uchrashib turib, sog'intirib uchrashsa, bu uzoqqa cho'ziladi. Shunaqa. Men ko'p chiqmayman, bu nima tomonidan emas, bu psixologiya tomonidan aytmayapman. O'zimning ishim juda ham ko'p, ko'p chiqmayman. Chunki men uchun ishim muhim, ishlar juda ham muhim hisoblanadi. Meni nima deydi? Ko'p nimalarim bor-da endi. Menga qarab o'tirgan insonlar bor. O'zimni должностьim bor. Ishlarim ko'p. Shuning uchun harakat qilaman endi. Har doim va'da beraman, lekin hayot shunaqa, desalaringiz. Xo'p. Gulxonim Dilka chiqavering, men ko'raman sizni. Pozitiv shu Dilka deganlari. Xo'p, yaxshi dam olinglar. Qizlar, o'g'illar, yigitlar, ayollar, bolachalar ham ko'raykan buni. Men ketdim, bir shoppingga boray. Shopping qilishim kerak desalaringiz. Samarqand qaydam? Namiydonam, qaydamyorum Samarqand. Bilmayman qachon O'zbekistonga boraman. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi tushlar ko'ringizlar. Meni ham tahajjudda duo qilib turingizlar, tahajjudlaringizga. Nima deydi, har doim tabassum qilib, xonadonlaringizga Alloh baraka yuborsin. Kimni qandaydir bir nimagadir muhtoji bo'lsa, Alloh hammasini chiroyli qilib o'zi xohlagandek qilib bersin. Hamma nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Kasallarimiz tuzalsin. Onajonlarimiz sog' bo'lsin. Ota-onamiz sog' bo'lsinlar. Kim hajga borishni niyat qilgan bo'lsa, haj umralarga borsin. Ota-onasini olib borsin, oilasi bilan borsin. Er-xotin o'rtalariga harmoniy deydi-ku. Muhabbatlar oshsin. Hamma nima deydi? Happy bo'lib yashasin, happy. Xursand bo'lib, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Bye, shikalatlar.